Amerikada jiyanlarim bor. Amerikada o'sgan 40 amerikalik bolalar 13, 14, 18 yosh. Ularni bu yoqqa olib keldim. Mana o'zimiz shu vatanimga keyin mana shu yoshlik cho'milganman, ketdik cho'milamiz dedim. Bu amerikaliklar hayotda loyiqa, ya'ni tiniqmas suvda cho'milishmagan ekan. Ko'rishgan, lekin cho'milishmagan. Keyin kelib mana shu yerda sakrashni boshladik. Men, amakilarim, o'g'lim, mana bu yerda nima bor mana qaranglar, tarzanka. Mana shu tarzankada sakrab qiy-chuv qilib suzyapmiz. Turibdi-da suzmasdan. Nima suzmayapsizlar desak, tog'a bitta savol. Bu yerda krokodil bormi deydi. Yo'q bu yerda krokodil. Anakonda-chi deydi. Anakonda ham yo'q bu yerda. Piton ham yo'q. Nimaga deydi? Men aytdim, bu yerda dedim, piton, anakonda yoki krokodil bo'lsa, mana yosh bolalar buni ushlab, o'ldirib, kuydirib yeb qo'yishadi dedim. Ishonishmasa, keyin men anaqa videoni ko'rsatdim. Ayiq bechora bitta qishloqqa kirib qoluvdi. Bizning xalqimiz uni o'ldirib, yosh ayiqda osib qo'yishganini. O'shanga hayvon bizlar mana shu yerda o'zimizni tashashimiz, yoshlikdan noaniqlikka tashashimiz. Bilmaymiz bu yerda ilon, pilon nima bor, lekin biz hammamiz yoshligimizdan qahramon bo'lishga mana shu yerda tayyorgarlik qilganmiz.